Usta, har yili katyolimni ochsam ichidan zang chiqadi. Radiatorlar ham tez ishdan chiqyapti. Bunga yechim yo'qmi? Borda, men oxirgi paytlarda oddiy suv emas, mana shu himoya suyuqligini ishlatyapman. Oddiy suv bir kunda zanglatishni boshlaydi. Bu suyuqlik esa tizimni 5 yilgacha zangdan himoya qiladi. Qanday aralashtiriladi? Juda oson. 1 litr himoya suyuqligi 40 litr oddiy suvga qo'shiladi. Ko'proq qo'shib yuborsamchi? Zarari yo'q. Aksincha, himoyasi yanada kuchayadi. Qayerdan topsam bo'ladi? Bu Rossiya mahsuloti. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati bor. Hamkorlar uchun ham bonuslar mavjud. Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana shu uyli egasiman men. Mana shu kat yo'lda o'rnatganimizga mana 2 yildan oshdi. Mana shu kat yo'lda yangi o'rnatib turgan paytimizda mana shu jitkismi shunaqa ekan, bu zashni jitkis deylar ekan. Texnikalarga ham radiator zoti borki, ishlayverar ekan bu. Suvga aralashtirib qo'ysa zanglatmas ekan, mana ko'rishlar mumkin. Men xolis odam mana shu narsani o'rnatganimda tavsiya qilishgandi menga. Shundan qo'ygandim men. Zanglagani yo'q, boshqa holatda yo'qotgani yo'q. O'sha qanday bo'lsa o'shanda turibdi, xohlasalar mana ko'rsatib berishimiz ham mumkin. Mana qarang. Mana ozgina ko'ramiz. Tuga qolmaydi bu. Yo'q, suv qo'shilsa ham mana holatini yo'qotmaydi mana. Mana shunday holatda turibdi mana. Zang-pang yo'q, tiniq holatda. Yaxshi cho'tga turibdi. Manfaatli bo'lgani uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. Mana shundan qo'yinglar. Buni umri uzoq bo'ladi. Batareyalarda, katyolda umri uzoq bo'ladi. Biz yaxshi nima qilyapmiz mana. Foydasini bilyapmiz xullas.